Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan 1 va 2 santimetrlik sun'iy gazonlar haqida gaplashamiz. Nasib bo'lsa videomiz uzoqroq bo'ladi. Oldindan eslatib o'taman. Telefon raqamimiz 90 585 65 65. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kombinat bozorida joylashgan. Bugun sizlar bilan hozir nasib bo'lsa gazonlar haqida biroz gaplashamiz. Xo'p, mana bu ko'rib turganlaring ustidagi maysasi 1 santimetrlikni sotamiz buni. Mana ortki tarafini ham ko'rsataman. Mana ortki tarafda chiziqlari bor. Shu chiziqlarga qarab kesib joyingizga moslasangiz bo'ladi. Hozirda bu eng arzon sun'iy gazonimiz hisoblanadi. Olinayotgan joylarini aytaman. Buni gullarni tagiga olinadi. Undan tashqari hovlini bezatish uchun daraxtlarni tagiga kesib solsa ham bo'ladi. Keyin bolalar bog'chasi uchun o'yingohga olsa bo'ladi. Hop, rangini ko'rib turibsiz. Mana taralganida boshqacha tusga kiradi. Mana yotganida mana boshqacha tusga kiradi. Keyin yuqoridan qaraganingizda umuman boshqa rangga o'xshaydi. Pastga qarab ko'rganingiz sari yana rangi o'zgarishni boshlaydi. Bu 1 santimetrlik sun'iy gazonimiz. Bu lekin ko'p odamlar yuradigan joylarga bo'lmaydi, chunki bu yupqa, mana materialini ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, mana shu bolalar o'yingohi uchun yoki gullarning tagiga yoki daraxtlarning ostiga qo'ysa bo'ladi. Doimiy odam ustida yurishi bunga biroz aytmaydi. Lekin mana oyoq bilan bemalol yursangiz bo'ladi, muammosi yo'q. Lekin buni qattiq tepish, o'pirish mumkin emas. Bu nozik sun'iy gazonimiz. Lekin eng ko'p sotiladigan sun'iy gazonlarimizdan bittasi hisoblanadi. Hozir buni men sizlarga yana 1 santimetrlik boshqacha variantini ko'rsataman. Uni orqasi qalin bo'ladi va umuman ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Xo'p, do'stlar, mana bu ham 1 santimetrlik sun'iy gazonimiz deyiladi. Ko'rgan bo'lsalaring, bu sal uzunroq o'sgan holatda kelgan, rangi ham umuman boshqacha. Hozirgi ko'rganingiz bilan bir xilga o'xshaydi-yu, lekin sal biroz o'sgan. Xo'p, buni orqa tarafiga kelsak, mana buni orqa tarafi ham unga nisbatan mana qattiqroq ishlangan. Qalinroq ishlangan. Bu 1 santimetrlik sun'iy gazonimizning ikkinchi varianti edi. Hozir 2 santimetrlik sun'iy gazon haqida ma'lumot beraman. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu tarafga o'tsam boshqa rangga o'tyapti. Bu tarafga o'tsam boshqa rangga o'tyapti. Istalgan o'lchamda, istalgan razmerda kesib, istalgan manzilga yuboramiz do'stlar. Joyingiz 1 ga 2 bo'ladimi, 1 ga 10 bo'ladimi, 1 ga 100 bo'ladimi farqi yo'q. 1,5 ga 3 bo'ladimi, 1,70 bo'ladimi, 1,80 bo'ladimi farqi yo'q. Eni 1 dan 2 metrgacha bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek 1 santimetrligimizning yupqasi ancha farq qiladi. Xo'p, endi gapni tugatamiz. 1 santimetrlik sun'iy gazonimiz haqidagi 2 santimetrlik sun'iy gazonimizga o'tamiz. 2 santimetrlik sun'iy gazonimizni bu birinchi xili, mana bu ikkinchi xili va uchinchi xili ham bor. O'zi aslida olganda bundan keyin ikkinchi xil keladi, bu uchinchi xil sanaladi. Hozir men sizlarga oddiyroq qilib tushuntirib beraman. Bu 2 santimetrlik sun'iy gazonimizni oyoq tagiga, zinalarning ustiga, devorga qotirsa bo'ladi, eshikka kirishga, ya'ni dekorativnik qilib, bizning tilda aytganda manzarali qilib o'rnatsa bo'ladi. Undan tashqari daraxtlarning ostiga solsa bo'ladi. Xullas universal, hamma joyga ishlatsangiz bo'ladi. Bularning farqi bor, lekin do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek bu yotgan, bu tika turmaydi bu. Mana orqa qismi, mana bu 1 santimetrliga nisbatan ancha qalin ishlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Bu mana yupqa ishlangan, o'zi bilinib turibdi. Bu qattiq ishlangan va orqasi qalin. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim, buni zinalarning ustiga, hamma joyga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin savol tug'ilishi mumkin, buni oftobga solsa bo'ladimi? Albatta solsa bo'ladi. Undan tashqari yuvsa bo'ladimi degan savol ham bor. Yuvsa ham bo'ladi. Ya'ni supursa, pilisos bilan tozalasa bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Albatta bo'ladi do'stlar. Ya'ni biz bilan aloqaga chiqayotganda ba'zi narsalarni unutmanglar. 2 santimetrlikda bizda bir xil emas, 3 xili bor. Masalan, videoda men mana buni ko'rdim deb, mana bu haqida gapirsangiz biz tushunmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun
har bir narsani o'sha videodan skrinshot qilib olasizmi yo bo'lmasa videoni tashlab shu daqiqasida mana shu gazon haqida gapirgan ekan, shunda olmoqchiman deysizmi? Shunga qarab beramiz. Xullas kalom, bu sun'iy gazonimizni mana ko'rsatdim. Bu yotadi. Umuman tikka turmaydi bu sun'iy gazonimiz. Biroz rangi och rangda. Mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, buni to'q rangda. Hozir buni ham birgalikda ko'rsatib o'tib ketay. Bu 2 santimetrlik sun'iy gazonimiz mana tikka ham turadi mana. Bu yotadi ham. Yana bu lekin tikka turmaydi bu. Ajratishlaring uchun mana yotib olgan bu mana tikka ham turadi. Bu ham 2 santimetrlik sun'iy gazonimiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, mana orqasi umuman qalin bular aka. Mana chiziqlari ham bor. Shu chiziqdan boshlab kessangiz ham bo'ladi. Xo'p, buni eniga kessak, eni 1 metrdan 4 metrgacha bor. Istalgan o'lchamda kesib, istalgan manzilga yuboramiz. Deylik, joyim yarim metrga 25 metr deysizmi, 60 santimetrga 100 metr deysizmi, farqi yo'q. Bu kelishilgan o'lchamda qilib beramiz. Mana bu 2 santimetrlik yotgani bu. Ko'rib turibsizlar, buni orqasi boshqacha, buni orqasi umuman boshqacha ishlangan. Ko'rishlaring mumkin akalar. Hozir buni ham birga ko'rsataman. Tushunishlaring uchun oddiyroq va soddaroq qilib ko'rsatib beryapman buni. Hozir mana bu 2 santimetrlik yotgan sun'iy gazonimizni ikkinchi xilini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu sun'iy gazonimiz qimmatroq. Mana bu sal bunga nisbatan arzonroq bo'ladi. 1 santimetr deydi-ku, menimcha yaxshi ma'lumotini berib o'tdim. Narx-navolarini hech qachon aytmaymiz. Ko'pchilik telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, qimmat narsani arzon aytgan ekansizlar, arzon narsani qimmat aytyapsizlar, shunga o'xshagan muammolarni gapirishdi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar do'stlar. Umuman narx-navolar aytilmaydi. Qo'ng'iroq qilib yoki Telegram orqali 90 585 65 65 raqami orqali ma'lumot olishlaring mumkin. Ma'lumot faqat shu telefon orqali beriladi. Boshqa qo'ng'iroq, boshqa telefonlar orqali biz javob bermaymiz. Xo'p, 2 santimetrlik haqida, ikkovi haqida gapirdim. Endi 3-xilini ham ko'rsatay sizlarga. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Bu ham 2 santimetrlik. Hozirgi ko'rganlaring bilan bir xil, mana ranglari ham bir xil, orqasi ham qalin. Lekin bu mana ko'rayotgan bo'lsalaring, yotgani ham bor orasida, tik turgani ham bor. Mana orqa qismini ko'rishlaring mumkin. Orqa qismi sal narginga nisbatan mana bunga nisbatan boshqacharoq ishlangan mana. Ko'rishlaring uchun oddiyroq qilib ko'rsatib beryapman. Mana bu ham 2 santimetrlik sun'iy gazon, bu ham 2 santimetrlik sun'iy gazon. Ikkalasi 2 xil. Lekin biz mana shu 2 santimetr deyotganimiz mana shu ustidagi mana bu maysasini santimetr haqida gapiryapmiz mana. Bu ham 2 santimetrlik sun'iy gazon, lekin bu umumiy olib aytganda tik turibdi mana. Bu umumiy qilib aytganda yarmi yotgan, yarmi tik turgan. Shuning uchun bu bizda 3-xil 2 santimetrlik sun'iy gazonimiz hisoblanadi do'stlar. Xo'p, yana qaytaraman. Eni 1 dan 4 metrgacha bor. Istalgan o'lchamda kesib beramiz. Masalan, joyingiz 50 santimetr bo'ladimi, eni 60 santimetr bo'ladimi, 70 santimetr bo'ladimi, 80 santimetr bo'ladimi, 90 santimetr bo'ladimi, farqi yo'q. Istalgan o'lchamda kesib beramiz. Yana bir narsani yodimdan ko'tarilibdi. Mana bu ham 2 santimetrlik sun'iy gazonimiz. Buni ko'rayotgan bo'lsalar, bu budjetni, ya'ni arzon variant. Mana oralari ko'rinadi, orqasi yupqaroq ishlangan. Mana shuni ham yuqorida aytib o'tganimdek, bolalar o'yingohi uchun gullarni tagiga, daraxtlarni tagiga kesib solib qo'ysa bo'ladi. Yana qaytaraman, quyoshga, oftobga, undan tashqari yomg'irga, qorga, xullas hamma narsaga chidamli. Yana bitta savol bo'lishi mumkin. Xo'p, bu narsani men olsam, yomg'ir yog'ib yuborsa, o'ziga suv to'plab qoladimi degan savol ham bo'lishi mumkin. Yo'q. O'ziga hech qaysi suv to'plab qolmaydi. Har bitta sun'iy gazonning orqasini qaraydigan bo'lsak, mana orqa qismini ko'radigan bo'lsak, har bittasida teshikchalar mavjud. Ko'rayotgan bo'lsalaring, o'sha 1 metr deydigan bo'lsak, adashmasam bir 5 tami 6 teshigi bo'lsa kerak. Mana shu teshik orqali suv ustiga to'kilgani bilan pastki qismiga o'tkazib yuboradi do'stlar. Nasib bo'lsa ancha ma'lumot berdim degan umiddaman. Mana yana 50 santimetrdan 4 metrgacha bor. Aloqangiz ko'rasizlar, bizda sun'iy gazonni adashmayotgan bo'lsam 10 yoki 12 xili bor. Bundan tashqari mana sun'iy barg sotamiz, sun'iy gul sotamiz. Mana bundan tashqari mana zavorlar ham bor, ya'ni devorlar ham bor.